6-mart 2026-yil Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergach qo'y bozoridamiz akalar. Mana bu qo'chqorlarga betida laykni, tirsillatib bosib qo'yasizlar. Qancha danaga narxi bulardi? Bularni holatiga qarab 5,5 dan kam bor deyapmiz. 5.500.000 so'mdan akalar qo'chqorlarni mana yungilari olib qo'yilgan Tergachi qo'y bozorida. Bugun hafta kunimizga juma mana. Hozir farzanddan arzon beramiz. Nechta beyda o'zi? Beyda 30 ta. 30 tasi. Mana akalar 30 tasi bir yerga. Optimga narxini aytingchi. 5 million narxi yo'q. 5 million 49 million. Hammasini hozir 4 million 800 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib beramiz. 4 million 800 ming so'mdan akalar Samarqandgacha ketaveradi dastlabkasi qo'chqorlar hammasi lekin bir-biridan chiroyli, sifatli, o'ta dahshat tish buzganmi? Yo'q, endi harakat. Endi tish buzadi mana. Mana bular qaranglar aka. Badani ham to'la ekan buni. Rasa boqishga tayyor qo'chqorlar ekan. Qo'chqorni ushlab chiqing o'shani. Yonidagi, ha, torting. Qo'chqorni qarang. Shu ham ketaveradi 4 million 800 dan qo'chqorni qaranglar akalar. Bitada laytlar tirsa bosib ko'rasizlar janob. 6 millionga berilmagan qo'chqorlarni men sizga arzon qilib beraman. Olib borishadi, boqishadigan holatda mana akalar. Qanchadan savdo qilishyapti? Ha. Ya endimi? Endi savdosi bo'lyapti. 30 tasi akalar. Hammasi bir-biridan tiniq. Telefon nomeri 94 034 61 61. Ishqibozlari bo'lsa akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 4 million 800 ming so'mdan 30 tasi bir joyga ketaveradi. Dastlabkasi bor. Savdosi bo'lyapti mana.